Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. Haftalik haber analizi programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenler, bugün 2026 yılı 7 fevral şembe. Her şembe günü mana bu bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Qanundaqda oldi bilan bu haftadagi xabarlarimizning asosli mavzularini ko'rib o'taylik. Xitoy shahvoniy mazmunlar orqali X supasidagi qarshi ovozlarni o'chirishga uringan. Yangi dokladda Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyat bayon qilindi. Amerikada Xitoyga chetishlik qonunsiz tajribaxona fosh qilindi va qayg'usini yoshirin ifodalashga tirishgan Uyg'urlarmi tahdidga uchramoqda. Mavzuli xabarlarimiz bo'ldi. Bu va bundan boshqa albatta programmamizning oxirida mehmonimiz bilan ham suhbat qilamiz xabarlar haqida. Undaqda birinchi xabardan boshlab kelsak, Xitoy shahvoniy mazmunlar orqali X supasidagi qarshi ovozlarni o'chirishga uringan. Qadrli ko'rurmanlarimiz, albatta Xitoyning qanchalik nomussizligi, beshamligini dunyoda yer yuzida tunamagan inson qolmagan bo'lsa kerak. Hatto o'zininki territoriyasi ichidilam emas bu jinoyatlar. Hammalarga ma'lum bo'lgandek bu X butun Xitoyda cheklangan bir ijtimoiy uchur supasi hamdi. Nomussizlarcha o'z territoriyasiga qolmay, ham buni nomussizlarcha o'zining xalqiga cheklaydi, ammo butun Xitoyninki davlat organlari, tashviqot apparatlari, millionlagan yollanma ishchilari Xitoyning ta'tir tashviqotini qilish uchun nomussizlarcha chet elda butun dunyoda o'zining tashviqotini qilish uchun ishlatadi va erkin dunyoda bu supini ishlatib turib o'zining fikrlarini bildirayotgan kishilarning ham ovozini o'chirish uchun Xitoyning qilayotgan nomussizligi, beshamligini davomli holatda pat-pat shundoq chet elda uchirib turibmiz bu masalani. Shuning jumlasidan bo'lgan bir xabar va nomussizlarcha Xitoyning pasandaligi shu yerda ekan-da. Ya boshqa narsa bilan o'zininki haqiqat ovozlarini o'chirishga boshqa yo'llar bilan emas, buzuq shahvoniy narsalarni mushu supalarga to'kma qilib boshqa Xitoyga qarshi ovozlarni o'chirishga urinishdan iborat bir nomussizlik hamdi. Telegraf gazetida berildi bu xabar. Elon Muskning iqtidorchiligidagi bu X supasininki mahsulot direktori Nikita Bier ishlatuvchilarning shahvoniy mazmundagi axlat uchurlarining ko'payib ketganligi to'g'risidagi shikoyatlarni topshirib olganligini X supasi ishlatuvchilarininki. Buningga Xitoy rejimining mas'ul bo'lishi kerakligini bildirgan. O Xitoyda har qatim siyosiy davolg'ish bo'lganda Xitoy rejimining kishilarning amaliy ahvoldan dal vaqtida xabar tepishining oldini olish uchun X'ning izlash natijalariga zo'r miqdorda seriq mazmunlarni kirgizganligini, buni hal qilish tasbir masala ekanligini bildirgan. Ammo X supasining buni bartaraf qilishga tirishayotganligini bildirganda hamda bu X mahsulot supasining direktori Nikita Bier Xitoyning axlat uchurlarini to'kma qilish harakati g'oyat zo'r ko'lamda bo'lib, shu sonliq ma'lumotlarga qarab boqaylik. Nikita Bier bu axlat uchurlarining manbasining 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan hisoblarga chetilganligini, mazkur hisoblarning X supasi yangi tizimlatgan hisoblarga zarb berish harakatini boshlashdan burun qurilganligi aniq ekanligini bildirgan. Shuni bir tasavvur qilib boqaylik bu nomussizlarning qilayotgan ishini. Yani 5 milyondan 10 milyongacha bo'lgan hisoblar. Yani mushu to'xtamay Xitoyning tashviqotini qiladigan chet eldagi nurg'un, hatto konsulxonalardan tortib ishlatadi hamda. Aslida yuzi biroz chimildashni bilsan, hayo bo'lsa, nomus bo'lsa Xitoyda o'z davlati cheklayotgan narsani chet eldimi butun konsulxonalari, chet elda turayotgan xalq hech kim ishlatmasligi kerak. Eng hech bo'lmaganda davlat xodimlari o'zim ishlatmasligi kerak-da. Ammo eng birinchi bo'lib ishlatadiganlar aşılandı. To'xtamay Xitoyning ta'tir tashviqotini qildi. Va bu millionlarcha hisobga acaba qanchalik pul sarf qilayotgandi? O'zining ta'tir tashviqotini qilish uchun Xitoy. Xitoyga qarshi degan vaqtimizda yolg'ondan uydirilgan bir uchur emas, ya'ni haqiqiy Xitoyning qilayotgan jinoyatlarini mushu ambarlanayotgan bularni to'sish uchun mushunchavala sondagi 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan hisoblarga ajratilayotgan, shuni to'xtamay
tashviqot qildirib, to'kma qilib, ijtimoiy uchur vositalarini qoplab ketishga sabab bo'lgan bu qo'shinni, bu to'r qo'shinni to'xtamay shundoq ishga kirishtirib turish uchun Xitoy ajaba qancha pul sarf qilayotgandi. Bu faqat X'dagi masala emas, boshqa yerda yana mayli Facebook bo'lsin, boshqa Instagram bo'lsin, buning ichida Xitoyninki yollanmalari, bu to'r qo'shinlarininki son-sanoqsiz ekanligini bilamiz qo'yamdi. Xitoyning ilgari bu xil usullar orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirishga uringanligimi taratqulardan o'rin olgan bir masala ekanligini hammamiz bilamiz. Jumladan 2021-yilning oxirlarida Xitoy yollanma to'r qo'shinining irqiy qirg'inchilik olimpiki, genocide games deb shu hashtag degan bir hashtagni butunlay aloqasiz, ahamiyatsiz uchurlar bilan qo'shib tarqatish orqali muhim uchurlarni ko'mib qo'yganligi natijada irqiy qirg'inchilik olimpiyaga aloqador mazmunlarni izlaganlarning ko'pincha munosabatsiz mazmunlarga erishganligini biz o'z vaqtida shu kun tartib bo'lgan vaqtida ekranimizdan ko'plagan shaklda mazmunlarni huzurlarga sungandik. Mazkur taktikaning hashtag kalkuni deb tunilganligi mutaxassislar tomonidan ham pash qilingan bir masala edi. Xitoy mana shundoq yuzsiz, hech bir hayo, nomus degan narsa yo'q endi bu maxluqlarda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Yangi dokumentda Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyat bayon qilindi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta, mayli bugungi xabarimizdagi inson haqlarini ko'zatish tashkiloti bo'lsin va yoki boshqa dunyodagi nufuzli kishilik huquq organlari, davlatlar e'lon qilayotgan bunga o'xshash dokumentlarning hammasida Xitoyning son-sanoqsiz jinoyatlari davomli holatda tilga ilinib kelyapti. Bu qatim 2026-yillik dokument xalqaro inson haqlarini ko'zatish tashkilotiniki xalqaro organ bo'lgan inson haqlarini ko'zatish tashkilotining 2026-yillik dokumentida Xitoyning turli dafsandichiliklarni, jumladan Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan bostirishları yana o'tirg'a qo'yildi. Mazkur yillik dokumentda Xitoy rejimining 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda bir qator insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilganligi, Uyg'urlarning kundalik harakatlarini, jumladan diniy urf-odatlarni asabiylik, terrorlikqa bog'laganligi, Uyg'urlarni jazolab assimilyatsiya qilishga uringanligi qayd qilingan. Dokumentda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Sharq Turkiston haqidagi tarixiy dokumentiga 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimining bu dafsandichiliklarni davomli rad qilayotganligi va o'ziga qarshi so'z qiluvchilarni parokanda qilayotganligi. Mayli u Xitoyning ichida Sharq Turkistonda bo'lsin va yoki chet elda erkin dunyoda bo'lsin, bularni parokanda qilayotganligi. Bultur oktabrda yana bir turkum BDT mutaxassislarining Uyg'ur va boshqa millatlarning o'z kulturini, madaniyatini ifodalashining Xitoy tarafidan jinoyat deb qaralayotganligidan andish qilayotganligini o'tirg'a qo'yganligi bildirilgan. Dokument yana Xitoyning Sharq Turkistonda vaziyatning normal ekanligini ko'rsatish uchun 2022-yildan boshlab chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning Sharq Turkistonda intayin cheklimalik tariqada ziyorat qilishiga ruxsat qilganligi, ularning bu jarayonda tashviqot faoliyatlariga qatnashishi talab qilinganligi, yana az bir qism Uyg'urlarning cheklimalik shartlar ostida chet elga chiqishiga yo'l qo'yilganligi ham tilga ilingan. Ya'ni shunday bir organning dokumentidanmi hatta shu mayli Xitoy tashkillab berayotganlar bo'lsin va yoki Xitoyning shu aldam xaltasiga tushib vatanga ijtimoiy uchur vositida ko'ryapmiz hamda berib voy o'zgarib ketdi deb nomussizlarcha Xitoyning tashviqotiga o'rtaq bo'layotgan bizning millatning ichidagi bu bechoralarninki bu qilmishlariniki amaliyotda Xitoyning o'z jinoyatini yoshirish uchun elib berilayotgan bir ish ekanligimi bu dokumentlarga kirib bo'ldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Dokumentda Uyg'ur majburiy emgaki masalasiga o'rin berilgan bo'lib, Xitoyning davlat qo'llagan emgak kuchlarini yo'tkash programmalariga asosan Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi, elektronik mahsulotlar, avtomobil, kiyim-kechak va halqiliq minerallar ta'minlash zanjirining bu jinoyatlarga chetishlik ekanligi ham tilga ilingan. Dokument yana Xitoy rejimining oldingi bir yilda Tibet, Hong Kong qatorliq joylarda davomlashtirgan inson haqlari dafsandichiligi, fikr erkinligini, diniy erkinlikni bo'g'ish jinoyatlari tafsili tilga ilingan. Bu hali ham davom qilyapti degan shaklda. Ammo nomussiz Xitoy hozirgacha butun bu e'lon qilingan dokumentlarning hammasini inkor qilib, hamma narsa
intayin baxtli holatda yashayotdi deb nomussizlarcha hozirgacha ham buni e'lon qilib turayotganligini hammamiz bilamiz, qadrli ko'rganlarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerikada Xitoyga chetishliq qonunsiz tajribaxona fosh qilindi. Endi albatta dunyoning hamma yerida, mayli Xitoyning ichida bo'lsin, bu Xitoyning sesiqchiligi, yo'lsizligi, jinoyatlari, har yerdan xuddi yiringdab ketgan bir yer bormidi. Nani açsa, shu yerdan o'rlab chiqadigan. Shu darajada butun dunyoda har kuni bu Xitoyninki satchiligi oshkorlanayotgan insonni cho'chitudamdi. Mayli nadi, yillarcha shu g'arb dunyosida yashagan bo'lsa-mu, yana o'xshash bu Xitoyninki o'zgarmas jinoyatlari satchiligi oshkorlanib kelayotdi, qadrli ko'rganlarimiz. Bu qatim Amerika Federativ Tekshirish idorasi FBI va Las Vegas soqchi idorasi oldingi hafta soqchilarning bir to'ralg'udan mingdan ortiq gumonliq xatarlik biologiyalik avrishkilarni qo'lga tushirganligini bildirgan. O'ylab qo'ying. Mazkur uy egasining 2023-yili Kaliforniyaning Ridley shahrida fosh qilingan qonunsiz biologiyalik tajribaxona delosidagi Xitoy ekanligi alohida diqqat qo'zg'agan. Qarab qo'ying. Uning Xitoy rejimi va armiyasi bilan aloqasi bo'lishi mumkinligi ilgari surilgan. Fransiya xalqaro radiosining aloqador xabarida shu vaqtdagi Las Vegas soqchi idorasining alohida qurolli soqchilari o'tgan shanba bir ruxsatsiz biologiyalik tajribaxona haqidagi yip uchiga asosan aqtirish buyrug'i bilan shu yerdagi bir to'ralg'uga borgan. Soqchilar to'ralg'udagi quluplab qo'yilgan bir mashina iskinatidan ko'p miqdorda tajriba uskunalarini bayqagan. Soqchi taraf bayonotida biologiyalik modda va suyuqliqlarni o'z ichiga olgan ba'zi dalil isbotlarning intayin ehtiyotkorlik bilan yig'ib olinganligini va tekshirish uchun Federativ tekshirish idorasining tajribaxonasiga avatilganligini bildirgan. Tekshirishda oshkorlanishicha, mazkur to'ralg'uning amaliy igdorlik huquqi bir shirkatning nomiga tizimlangan bo'lib, bu shirkatning mas'uli Chu Jiabei ismli Xitoy ekandi. Mazkur Xitoy 2023-yili Kaliforniyaning Ridley shahrida ruxsatsiz biologiyalik tajribaxona ochganligi uchun federativ hukumat tomonidan ayblangan bo'lib, hozir qamoqda ekanda bu Xitoy hamda. U ilgari Kanada tutish buyrug'i chiqargan qochqin bo'lib, Xitoy rejimi va ozodlik armiyasi, ya'ni Xitoy armiyasi bilan quyuq aloqasi bor deb gumon qilingan bir Xitoy. O'ylab qo'ying, ya'ni bir Xitoy tajovuzchilarining Xitoy rejiminingki butun dunyoda shundaq mayli universitetlarga kirgizayotgan maxfiy josuslari bo'lsin, har qaysi davlatlarda har xil kimlik bilan shu yerda shu davlatning eng sezgir uchurlariga, shu davlatdagi nurg'un xalqning uchurlariga erishish uchun, o'g'irlash uchun, hatto Turkiyada fosh bo'lgan narsani o'ylab qo'ying. Xitoyning butun dunyoda kun sari oshkorlanayotgan, ya'ni oshkorlangani bu bo'lsa, oshkorlanmaganlari qanchalik buni tasavvur qilishimiz kerak ekan. Dunyoning hamma yerida har kuni xabarlarda hele u yerda, hele bu yerda bu Xitoyning satchiliklari, shundaq beshamliklari, jinoyatlari oshkorlanib turibdi, qadrli ko'rganlarimiz. Biz bu haftadagi yana muhim xabarlarimizdan bir qancha xabarimiz bor, uni bir qisqa eslab o'tib ketaylik. Masalan, Amerikaning tamojna beji va siyosiy besimiga duch kelgan Xitoy arzon baholiq mollarini Latin Amerikasi bozoriga yo'tkigan bo'lib, bu ahvol Latin Amerikasidagi yerlik sanoatni vayron qilganlikdan Meksika, Braziliya qatorliq davlatlar Xitoy mollariga qarshi tamojna bejini o'stirishga boshlamoqda. Bu Xitoyning to'kma qilish jinoyati bu davlatlarga xos bir narsa emasligini hammamiz bilamiz. Hatta Türkiye'ni öz yağan şekilde bütün dünyada şu süpetsiz mallarını tökme kılıp yerlik sanayetini öldürüp atkanlıkını Türkiye'de mi yılda kançı qetim bu adaletsiz rekabet sebeplik Xitoyning mallarını çekleş buyruğu çıkıp durdu mesela. Başka devletler hem şu öyle bu kadar cinayet. Avustraliyaning 2015-yili Xitoyning Lanchao guruhiga 99 yillik muddat bilan ijaraga bergan Darwin portining igdorchiligini qaytarib olishni talab qilishi Avstraliya bilan Xitoy o'rtasida jiddiychilik paydo qildi. Bu haftadagi muhim xabarlarimizdan biri bu. Iqtisodshunos jurnali Xitoy armiyasining yuqori qatlamidagi tozalashlar natijasida Xi Jinpingning atrofida faqat qo'llovchilarning qolganligini, bu Tayvanga tajovuz qilish jihatda xato hukm chiqarish va urush qo'zg'ash ehtimolligini kuchaytirayotganligini, oshirayotganligini xabar qildi.
Yana bir xabarimiz Fransiya doiralari sezgur harbiy uchurlarni qo'lga keltirishga urinish va uni Xitoyga yetkazish jinoyati bilan ikki Xitoy fuqarosini o'z ichiga olgan 4 kishini qo'lga olgan. Ularning ikkisi Xitoy va ikkisi yerliklardan bo'lib, bu ikkisi nazorat ostida qo'yib berilgan. Bu jinoyat uchun Xitoylarga 15 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin ekan. Qo'yib berilgan ikkisi shu uskunlarni Xitoylar bu jasus Xitoylar ishlatgan uskunlarni chegaraga shu davlatning Fransiyaga kelishiga yordam berganlar ekanda, buni ham nazorat ostida qo'yib berilganlar bular. Xo'sh, yana bir nimamizga kelsak, 2025 yılı Xitoyda chiriklik va siyosiy xatolik o'tkazish nomi bilan tekshirilganlarning soni 1 milliondan oshib ketgan. O'ylab qo'yaylik. Ya'ni to'xtamay poklikni tashviq qilayotgan bir Xitoy hamda. Ya chuqum shu poraxo'rlikqa, har xil jinoyatga qarshi turamiz deb har kuni shunday yig'in ochdi bu kommunistlar. Yani qancha ko'p qilgan bo'lsangmi, shuncha vola besim har yerda nazorat ostida turayotgan Xitoyning qanchalik chirib ketganligini bildirgan narsa hamda. Bumi iqtisodshunos shu jurnalninki dokumentlaridan olgan narsa bu xabar. Bu nima? 1 milyondan oshib ketgan. Bu raqam 2 yil ilgariga qaraganda 60% oshgan bo'lib, Xi Jinping taxtga chiqqan 2012-yildan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan. To'xtamay yug'ishtirib, poraxo'rlik bilan nurg'un son-sanoqsiz odamlarni joylayotgan, ko'zni yo'qotayotgan bir Xitoydagi vaziyat bu hamda. Xo'sh, endi yana bir xabarimiz kelsak, qayg'usini yoshirin ifodalashga tirishgan Uyg'urlarmi tahdidga uchirmoqda. Biz albatta haftaning 5-ida qadrli ko'rmalarimiz bu Xitoyninki qo'lda ishlayotgan bu balkim advokat bo'lishi mumkin, balkim sud o'rinlarida ishlaydigan bir Xitoy xodim bo'lishi mumkin, Uyg'ur. Biz yillardan buyon shu xalqimizning bugungi kunda o'zining o'lib ketgan urug' tuqqanlarining jinozamizni o'qolmaydigan, meyitini tushirolmaydigan bir ahvolda ekanligini bilamiz. Mushu darajada bir ig'ir kunni ko'ryapmiz. Shu qabristonliklarga qarab boqaylik. Nurg'un sinliq videolar chiqdi, shu yillardan buyon hammalar ko'rdinglar. Shu biz mushunda bir qabristonlik, bizning vatandagi qabristonlik qanday edi? Qaysi holga keldi? Sanduq holatda, hatto qavatlik qilyapti buni sizlar. Hech bir shaklda undan namozga asla ta'ziya bildirib kirish, nazr qilish, uning keyindan makoni yotgan yeri jannatda bo'lsin, Alloh gunohlarini mag'firat qilsin degandek bu so'zlarni har doim biz xalqimizning hammasi ishlatib kelayotgan bu so'zlar to'g'amdi. Buning ovozini birdamdekin qo'yimiz oldi bilan bu vaqtda biz suhbatlashish uchun bugun Anqara universiteti o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmedni taklif qildik. Assalomu alaykum doktor. Aleyküm assalom. Aldidan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Menmi ko'p rahmat aytaman. Doktor, albatta bugun suhbatlashadigan nuqtamiz bugun albatta shu Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda qilayotgan, millatimizga qilayotgan har turli dafsandichiliklar, jinoyatlar son-sanoqsiz shaklda davom qilyotdi. Endi biz Uyg'ur xalqi bo'lish sifatimiz bilan ming yillardan buyon islomga e'tiqod qilayotgan bir millatni bugun mana shundoq dunyoda bir qush o'lsa bildigan darajada bo'lib ketgan bir davrda, shu minut soatlarda biz bugun xalqimiz na o'zininki yillardan buyon na meyitlarga uning jinoza namozi o'qish, masjidlarda bir nazr qilish yoki jamoatni chaqirib bir ta'ziya bildirish bu asla mumkin bo'lmaydigan holatda bo'lib ketganligini yillardan buyon xabarlarda beryapmiz, dunyo ko'rib turibdi. Hatto qabristonliklarimiz cheqilib, o'zgartirilib, qavatlik qilib, ya'ni qabristonlik shaklimi yo'q, shu darajada xorlangan bir vaziyatda o'lguchining keyindan makonini jannat qilsin, yotgan yeri jannat bo'lsin, gunohlarini mag'firat qilsin deb bizning butun har qanday bir hatto idoriy jamiyat organlaridagi Xitoyning kommunist idoralarida ishlayotgan Uyg'urlarmi eg'izdan chiqami davomli normal bir deydigan gap deyamdi. Bu muqammada yillardan buyon oxirgi yillarda biz xalqimiz qo'rqammishi yotgan yeringiz chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin deb, ketgan yeringiz go'zal bo'lsin deb Xitoydan qo'rqib bu ifodani ifodalaydi.
Endi Xitoy kommunistlariga bumi Xitoy kommunistlarining bir yerlarga beqiniga kirib ketganligini ko'ryapmiz. Bu haftaning 5-ida shu 2-oyning 4-kuni e'lon qilingan, Xitoyda e'lon qilingan bu xotin balkim ya sotchi bo'lishi mumkin, shu advokat bo'lishi mumkin yoki shu sot o'rnlarida ishlaydigan birisi bo'lishi mumkin. Shu xalqimizni tahdid qilgan bir sinni e'lon qildi. Xitoyninki ijtimoiy uchurlarda e'lon qilingan narsa. Biz bunu haftaning 5'ida e'lon qilgandik. Buni oldi bilan bir anglab o'taylik buning gapini. Uning keyindan ustiga bir gap qilishamiz. İkran aldı köpçülük. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Ma doying film ishlab chiqarayotgan ba'zi bir turqi odam. Mashqa diqqat qilinglar. Amsildek odamning shamolni yig'adigan vaqt keldi. Doyingga qabristonlikni chiqarib, o'lgan odamning resmini chiqarib, yatgan yering go'zal bo'lsin, undaq bo'lsin, mundaq bo'lsin deb chiqaringlar qana. Burunqilar nada yatsa, keyingilar shundaq yerda yatida, ishni o'qida yatmaydi. Doyingga o'lib ketgan odam chiqarib qo'ydi ekansizlar. Doyingda tirildirib qo'ygan odam bormi? Nechqa tinish yashamaysizlar? Jonga patmaytamsizlar? Hech kim qilmagan ishni sizlar qildingizlar. Tinish yashamamsizlar? Bir ming po'qi menga deb bir sizlik po'qning dadida bir nechasimi qabul qilayotganlar bor. O'zinglar bilasizlar. Sizliklarni shamol yig'ida vaqt keldi. Men eskartib qo'ydim. Yana shunda qilib qilinglar qana. Men jonga patmagan bo'lsanglar patadigan patsizlar. Patqizimiz. Meni ko'plab taqib qo'yinglar. Men doyni bulg'ayotgan axlatlarga. Bu axlat deb xalqimizga shunday bir tahdid kiygan kiyim shu Xitoyning kommunistlarining birisi hamdi. Bu darajada bir numussizlarcha xalqimizga tahdid qilyapti doktor hamdi. Biz yenimizga bu yeniga dal yeniga bu maxluqninki so'zning yeniga shu mayli vatanimizda Urumchidagi videolar va Mao Xitoyning ichidagi shu Xitoy o'lgandan keyin o'zining o'liklarini qanday uzilganligini, nimalarni qilganligini selishtirma shaklda o'tirib qo'yib qo'ydik ham degan. Acaba shu numussiz maxluqlar o'zining mayli bizning vatanimizning ichidagi Xitoylarninki o'likni uzitish, ta'zim qilish, tomoq qo'yib qo'yish oldiki, nurg'un bizning millatda asla bunday bir ish yo'q ham. Bugun chiqib mushlarning birisini acaba zarrichilik ayblay olamsan. Davr nakatdi, sen go'ylamina xurafiy ishni qilib, nima ish qilsa deb acaba Xitoylarning qilayotgan ishini ayblay oladigan bir inson chiqamdi bugun. Ama bizning millatni numussizlarcha go'zal bo'lsin degan gapigami shunda buni bir yerlarga petib ketgan bir davrda kelib qoldik hamdi. Doktoram bunga qanday qaraysiz? Endi bu videoni men ko'rdim sinalg'ini. Bu bir haftadan buyon tarqatilib yurgan bir video. Bu bir Xitoyninki bir davlat kadrininki bu şekilde sözleşi hakikaten numus bir narsa mençe. Hem de bu Xitay emmemizge malum 2008 yılı 23 yıl dini faaliyetini çekleştirdiği bir hüccet çıkargan. Şu 2008'de zaten şu dini murasimlar, defin kılış, onundaki cenaze namazını düşürüş degendik bir dini nikah kılışka okşaş 23 yıl dini faaliyetini çekilgen idi 2008'de. Bu asta bu şekilde bu seviyeye kilişi hakikaten Uygurları karata elip berivatkan ırkı kırgınçılık elip berivatkanlığının bir ispatı bu. Hem de bunu her kanda kögen adam hem de Uygurlarınki hem de Xitayga qaraydigan bolsak hakikaten o eğer bütün Xitayda dini faaliyetlerine karşı biz hareket edip barımızda devletten aynı siyaseti bolsa bütün dinlerine okşaş siyaset edip verişi lazım idi. Ama siz mi görsettiniz televizyonda mesela Xitaylar qaraydigan bolsak Xitaylar şu burunqa enenisi boyunca dini murasim bilen bugün defin kılış faaliyetlerini elip veriyorlar. Uygurlarga bu şekilde hatta
cümle kurgan vaktida o tarafta işte güzel olsun, yatka yeriniz güzel olsun, davet edildi. Hem bu yerde yatka yeriniz cennet olsun diyen bunu mu dini aşkulluk kategorisiga koyup durup Xitoy jazolayotgan gap. Xo'sh. Yani bir cihetini elip aytgan vaqtida deydi sizlarning tüpeylinglardan sizlardek adamlar nurg'un adamlar deydi avarchilikqa uchirdi deydi. Demek Xitoy mushunda faoliyat qilganlardan nurg'un odamni so'laganligini turmalarga atganligini shu videodan ko'rish mumkin. To'g'ri. Hakikaten yani bu bugungi kunda bir insonning aslida biz buni tushirib olgandan keyinlam balkim buni Xitoy jazolagan bo'lishi mumkin-da, bu o'zi bilmay aktivlik qilib bu xalqqa tahdid selib shamaloni yig'imiz, anda qilamiz, mana qilamiz deb buni deb qo'yib keyin shu Xitoydagi shu Douyin TikTokning shu Xitoy nusxasiga kirib, hisob nomeri bo'lgandan keyin tekshirsak, keyin butun o hisob yuyilib ketgan gapda hamda. O chet elga chiqib biz butun sotsial ijtimoiy uchur vositalardagi butun yer qo'yayotgandim shu kunlarman. Shuning bilan bu amiyaga e'lon qilinib ketgandan keyin boshqa ijtimoiy uchur vositalarida ko'rdim. Hamda Xitoy bugun dunyoda shu o'zining jinoyatini yushirib bo'lmay, mayli Turkiyada bo'lsin, voy Uyg'urlar degan shunday go'zal yashayapti deb axlab bo'lmay turgan vaqtida mandaq bir narsa texmbak siz degandek Xitoyning jinoyatini qanday o siz deb o'tgandek endi Xitoy hozir shu qilayotgan rezilliklarni yo'shirishga tirishyapti. Har xil yo'llar bilan faqat Turkiyada emas, butun dunyoda bu rezilligini yo'shirishga tirishayotgan bunda bir paytda buni e'lon qilinganligidan buni o'chirayotgan bo'lishi mumkin. Hatto buni degan o ayolni jazolashi mumkin. Buni bizim degan olmaydi. Çünkü Xitoy dünyada bu xil narsalarni yo'shirin holatda vatanda qilyapti buni uzun yillardan buyon. 2008dan buyon 2003 yılı dini aşkulluklar 2003'te başladı bu çeklemelerini. Ama hazır kelgen seviye hakikaten çıdığısız bir dereceye yetkenliğini bunun körüvağılı bulundu. Belki Xitoy bu ayalını belki agalandırgan, belki cezalıgan buluşu mümkün. Çünkü Xitoyning bu bugün yo'shirish tirishayotgan Abdi Beşirisini xalqarada aşkarladı degan gap. Yani bunu haber kılıp bunda berişinlarni aytib muhim deb o'ylayman. Xo'sh. Doktor hamda oxirida siz hamda uzun yil Xitoyning ichidami o'qish hayotingizni to'ldingiz. Xitoyning nurg'un jihatdan bilasiz. Siz mayli Xitoyning o'lkalarida bo'lsin yoki bizning vatanda bo'lsin, shu Xitoyning o'zining urf-odati bo'yicha qanday har xil kiyimlar va kiyib o'likni uzitish, mayli ko'ydasin, mayli oldiga meva tomoqlarni akasin. Mushu qilgan odatlari Xitoyning ijtimoiy uchur vositalarida ko'rminglab bor hamda menda. O'zining urug' tuqqanlarini uzatgan. Hozirgi biz Uyg'urlarni ko'rolmaymiz, unda bir odat mumkin emas ham. Mushuni Xitoylarning ichidagi Xitoydan bo'lgan bir kadrninki ayıplab mesela nima ish qilyapsa bu deb bu qanday jonda yashayapmiz biz deb ayıplagan yoki cheklagan bir narsani ko'rib boqmaysiz balki siz. Şu men ürpak mı demem. Ben Xitoyninki işkiri ülkelerinde mi okugan. Şu vaxtıda bizim vatanda mı bazı çeklemeler bağ vaxtıda Xitoyda yoktu. Hem de bu Xitoy burundan tartıp Uygurlarını kemsitiş, üzüdüm bulmagan başka milletlerini kemsitiş, başka milletlerini çekleş, bu tarihten tartıp buluvatkan bir nersemdi. Hem de bu keyinki yıllarda meyle Xitoyninki rehberleri olsun, meyle normal puhra Xitoy olsun, hemmesi hem de özünün örf adetleri bilen depen kılınatıdı, toy tokullar hemmesi özünün adetleri boyunca buluvatıdı. Bizde çeklevatıdı. Bunu Xitoy'da hem de Xitoylarning bunundan bir aram buluvatkan Xitoylar buluşu mümkün. Ama bu vatanning içinde yoki Xitoyning ichki ülkelerinde bu xil haberler berilmeydi. Yani ben Xitoy
ijtimoiy taratqullarini Xitoylarninki axborotlarga qaravatma bu Xitoyning xabari yo'q bundan. Masalan, Nimişqa degan vaqtlarda, mesela o nim bo'lgan vaqtida, Covid bo'lgan vaqtida Ürümçi'de bir binaga o't ketdi. O't ketgan vaqtida o binani qulpilab qo'yg'achqa Uyg'urlar chiqolmay nurg'un odam kuyib o'lib ketdi. O'lib ketgan vaqtida Beijingda, Shanxaydagi Xitoylar norozilik bildirib, Xi Jinping taxtdan tushib ketsin, Xi Jinping istifa bersin degan ayda shular yezilgan lozinkalarni ko'tarib qog'ozga yezib ijtimoiy taratqularda tarqatdi. Men da nayt ta'sirlangan hamda burunqi meyli bizden yaşımızda olsun, meyli 60-70 yıllarda tug'ilgan Xitoy hamda şu Komünist Partiyası sadık buluş, şu menisi juyulup şu vaqtidan kelgan nesil hamda evlatlar. Bularda hamda bular iş çağırıydıgan Uygurlarga nim kıldıgan bundalarının sani az. Ama yeni nesil Xitaylarda, mesela yaş Xitaylarının içinde hem de bunun bir aram boğan Xitaylar çokum buludu ama Xitay'nın içkiri rayonları da bu haberler bilinmeydi. Mesela Ürümçi'de boğan otta Uygurlar ölge vaxtıda mesela Şanghay, Beijing nurgun yerlerden Xitay yaşla aynı istaşlık bildirip narazılık bildirgen. Ama ben bu meselelerde karavatime bunda narazılık bildirgen, bunda Xitaylarını görüş biraz önemli. Bu bilinmeyenlikten buluvatıda da boylayma. Köptün köp rahmet. Hem de hazır muşu bu halkımızda ahilet yaptım. Ma ahiletinin ki gepige körülmelerimizden bir qancha inkasıdan bir qanchani o'qib o'tayli, shu inkas kelgan bo'lsa, albatta hammasini o'qib olmaymiz. İjtimoiy uchurvaslarda ham yerda ko'plagan inkas keldi. Masalan, bir qanchasini albatta o'qib o'tayli. Lukas Katmantor demdi. Hazır vatanda yosh bolalarning o'limi bak ko'p. Tuyuqsiz o'lim, zaharlik chekimlik chekib, qaytib o'lgan har xil tuyuqsiz o'limlar bilan to'yinda kunda 10-20 odamning shunday yig'lab rasmini chiqarib, yotgan yering go'zal bo'lsin deb chiqirdi. Demak, bu normal o'lim emas. Yoshlar qirilib ketyapti. Buni bilib qilishidan ansirab cheklaydigan o'xshaydi, debdi bir ko'rmanimiz. Saud Qazim degan bir ko'rman. Bu jismingga zulm qilaman, ruhingga va xiyollaringga zulm qilaman demakchi, debdi. Yana bir garmon, akordeon, ansirman xonim. Bu xabar butkul dunyoga tarqaldi. Butkul dunyo sizning nima qilmoqchi bo'lganligingizni ko'rdi, debdi. Tun kecha bo'lsa, bu faqat asl tipdi. Gunoh Xitoyda kadrlarga oson emas deb inkas yozibdi ekan. Uning ostiga Abida Abbas Nesim Yalaqchi bu. Yetkizib Aqbalxon bo'lib ketgani yo'q. Xitoydimi bor o'lganda yaxshilik tilash. Debdi. Yani bir qancha ko'rmanimizningki inkasini bu şekilde o'qib o'tdik, qadrli ko'rmanlarimiz. Doktor hamda mushu ahvol hamda oxirida so'zingiz bo'lsa shuni az elib tugatgan bo'lsak. Hamda bu Uyg'urlarga elib berayotgan Xitoyning siyosatining bir irqiy qirg'inchilik ekanligini ko'rsatib beradigan bir eng yaxshi bir isbot deb qarayman. Çünkü bir milletni axlatga, nijosatga o'xshatish bu hakikaten naiti echinishlik bir ahvol. Bu hakikaten hem kişilik hukuku cihetten hem insani cihetten hem Xitoydagi bir devletning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik edib berayotganligining bir isboti deb qarayman. Xo'sh. Rahmat sizga. Xo'sh, ko'pdan ko'p rahmat doktor. Allah razı olsun. Qimmatli fikringiz uchun. Xo'sh, qadrli ko'rmanlarimiz, demak, ahvol bu qadrli ko'rmanlar. Xitoyning jinoyatlari mayli dunyodagi bo'layotgan, har qaysi davlatlarda qilayotgan beshamliklar bo'lsin, bugungi xabarimiz tilga olingan. Mayli vatanimizning ichidagi yo'lsizligi, inson tasavvur qilg'usiz darajada chekdan eshishi, bularning hammasi va mushundaq bir vaziyatda o'ylab boqaylik. Numussizlarcha vatanimizdagi xalqimizning ahvolining qayerga kelganligini bilalaymiz bu yerdan. Ammo bizning millatdan bo'lgan
mush necha yillardan buyon yig'lab qaqshab ota-onasi bilan ko'rishaolmagan mush dunyoning har qaysi joylaridagi o'zini Uyg'ur deydigan maxluqlardan, ya'ni yüzlügen məxluqlar çıxıb, bugünkü muşunda bir vəziyyətdə Xitayның özünü aqlaş cinayətiga həssi qoşub, dünyanın hər qaysı yerlərdən Xitayның hər xil təşviqatları bilan Xitay bilan birlikdə berib, Xitay billə apırıb gəlsə onun öməkləriga qatnaşıb, cinayətini aqlaş üçün muşunçuvalar cinayətini tinanmayotgan bir xalq yaşayatdı u yerdə, amma onu bütünlay köməsga selib, voy o'zgarib ketdi, voy Xitoyga anda olib ketdi, vatanimiz manda olib ketdi deb numussizlarcha ijtimoiy fikr bostirdi o'zininki vatanga berib yegan ishkinni e'lon qila oladigan darajada vijdon, numus, axloqni yo'qotgan maxluqlar var bizning millatning ichida. Dushmanninki hiylasiga qiltiqiga tushib, bu dushmanning asli abdi bashirsi bu. Asli yuzi bu. Bu bir hafta jarayonida men bütün ijtimoiy fikr bostirimiz turdi. G'ingshib turyapti ana. Asli yuzi bu. Ama bu asli yuzini yepish uchun bugun Xitoyni qo'yib turib, Xitoyga millionlarcha sarf qilib, pul sarf qilib, ta'til tashviqot qilyapti. Ammo bizdek erkin dunyoda har qaysi davlatlarda yashab, hatto shu yerning fuqaroligini ep bo'lib, yana numussizlarcha, vijdonsizlarcha Xitoyning bu jinoyatni yepish uchun berayotgan maxluqlar qayta do'ppisini besh oldiga ep qo'yib o'ylash kerak bo'lgan masala bu. Ve millatimizmi bu turdagi maxluqlarga shuningga tegishlik, loyiq ravishda muomala qilishi kerak bo'lgan intayin jiddiy bir masala. Alloh hammamizga aql, fikr, vijdon bersin, ayirmasin. Alloh umr bersa oldimizdagi hafta ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.